Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosib charchamabsizlarmi? Gedji kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videorolikimiz yana o'sha Dream League Soccer o'yini bo'ladi. Mana bilgan bo'lsanglar, o'sha Dynamic Stars keldi. Dynamic Stars yaxshi, ancha tekinidan ikkita olsanglar bo'ladi mana. Tekindan bitta boshroqda, bitta oxirida olsanglar bo'ladi. Plusda mana 3 ta olsanglar bo'ladi Dynamic Stars'ni. 20 kunda bu Dynamic Stars ham ketadi. Yangiliklardan biri yana bir qo'shilgan. Sezon pass tekinida mana bunaqa menejerni bosh kiyimi tekinga beriladigan qo'shilibdi. Nima bu deydigan bo'lsanglar mana. Ozmaslik ko'rsataman. Menejeri mana bunaqa Heydverdan, Mashdan bittasini beradi sizlarga tekinga. Esdalikka beradi. O'shani kiyib yursanglar ham bo'ladi mana. O'zi ko'rsanglar buni pulga beradi. Xo'p. Bo'lmasam bizning bugungi videorolikimizning maqsadi akkaunt kuchaytirish videosi bo'ladi. Jinchagina akkaunt kuchaytiramiz. Xo'p, bo'lmasam sizlar videoga like bosib, kommentariy yozib, podpiska tashlab qo'yinglar. Chunki biz yil oxirigacha 100 mingta bo'lamiz deb niyat qilib qo'yganmiz. Xo'p, bo'lmasam akkaunt kuchaytirishni boshlaymiz. Bastoning bilan Mendeshga tushdi. Tezliklarga tushsa yaxshi bo'lardi. Bastoning yaxshi tezlikka tushdi. Hop mana. Mendesh betda, Bastoni qani. Bastoni betda. Olise betda. Hop, bitta legendarni fitness berib yuboramiz. O'sha Oliseni ham udari 90 bo'lib ko'kargan. Ko'kargansa g'alati ishlargan do'stlar. Hop, fitness katta kuchaytirish berib yuboramiz. Mana bo'lsa bismillahirrohmanirrohim. Tezliklarga tushsin deyish qilib. Yaxshi, Oliseni faqat tezligi tepasi eng kerakli joylarga tushdi. Bastonida ham bo'ladi normalni. Mendesh o'zi 3 ta kuchaytiradigan joy qolgandi. Hop, mana kuchaygan ko'rishingiz mumkin. Bitta special uchun kuchaytirib yuboramiz. Har doimgidek Rivaldo. Chunki Rivaldodan ham bemalol 600 chiqarsak bo'ladi. Tezlanishiga beramiz. Keyin kontrolga beramiz. Kuchi ham kontrol yaxshi lekin. Hop, mana kontrolga tushdi. Hozir bo'lsam bitta legendarnisini ochib ko'ramiz. Baribir pulimiz ham yetmaydi. Discardga bosoramiz. Xo'p, bo'lsam mana shunaqa kuchaytirdik. Xo'p, o'yinchilarimiz ham kuchaytirgan o'yinchilarimiz. Oliseni o'ng tomon hujumga qo'yamiz. Xo'p, Bastonini bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi. Mendesh o'rniga boshqa o'yinchini tushirsak ham bo'ladi, chunki hozir kuchi kamroq. Hop, mana bo'lsa nima missiyalar bor ekan? 4 ta karyera o'ynash, volley gol urish, hop. 5 ta defenderda, himoyachida gol urish kerak ekan. Bo'lsam ketdi, o'yinni boshlaymiz. Agar kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana stadionni ko'rishingiz mumkin, ancha dahshat bo'lib ketgan. Yangilanishlar kelib. Ancha DLS'da kuchayish bor deydi. Yashil Dembele 97lik full. Agar Dembele full qilgan videoni ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib qo'yishingizni tavsiya beraman. Lewandowskidan pas o'tmadi. Norveyga qarshi o'ynayotdik. Ko'zingni o'ylaymi o'lgur Norvey bilan. Olise yugurib rassi. Tezligingga tushmaysan. O'z eng zo'r Rafael Leao'da 92 bo'lsa ham shunaqa zo'r darajada o'ynaydi. Bori sizlar full keyin o'ynatib ko'rsanglar bilasizlar o'zinglar. Mana maqtaganga tichaveradi bular. Maqtagan tichaveradi. Rodri tashi. Hop. Birinchi bu bo'lsa shu
Rafael Leao'ni tanlaganman-da. Omadli kelib. Opa, Olise ichiga kirib ket. Voy. Ha, Olise. Bekor Olise. Olise o'zi do'stlar unchalik yaxshi o'ynamas ekan. Bitta o'ynay olmagan, yaxshi o'ynamas ekan deb aytma deyishinglar mumkin, to'g'ri, lekin anchadan beri o'ynatdim Oliseni. Unchalik o'ynashdan daragi yaxshi o'ynashdan. O'zi meni taktikam bu taktika emasda. Messi shu taktikada o'ynash berilganligi uchun mana shu taktikada o'ynayapti. Solish kerak emasdi. Do'stlar, agar birga-bir men bilan o'ynamoqchi bo'lganlar bo'lsa, kanal shapkasida o'zimning Telegram manzilimni yozib qoldirganman. O'sha Telegram manzilimga yozsanglar, birga-bir o'ynab, balkim video ham ko'rishingiz mumkin. O'lishidan hozir bitta tutib oldik. Osman Dembelening hozirda eng yaxshi o'yinchilar deb topilgan Osman Dembele. Lekin hozir Osman Dembele eng yaxshisi emas, Kylian Mbappe. Chunki bilgan bo'lsanglar, Fransiyaning terma jamoa qo'shig'ida ham reklama. Chunki bilgan bo'lsanglar, shu Fransiyaning terma jamoasining qo'shig'ida ham asosiy rol Dembelega berilgan. Bilgan Dembele hozir Fransiyaning eng yaxshi o'yinchisi degani. Lekin baribir ham Kylian Mbappe Fransiyaning eng yaxshi o'yinchisi. Hozir jahon chempionatida o'zi eng favorit, eng yaxshi o'ynaydi deb topilayotgan emas. O'zimning fikrimcha shu Fransiya bo'lsa kerak. Chunki himoyada Saliba bor, hujumi Vashi Biton, Dembele bor, Mbappe bor. Himoyasida Salibalar bor, yana ancha mashhur futbolchilar bor. Menimcha bu yil jahon chempionatini Fransiya yutsa kerak. 90% Fransiya yutadi. Chunki o'tgan safargi jahon chempionatlarida ancha finalga chiqib, finalda Kylian Mbappe ancha o'zini ko'rsatgan, lekin baribir yutqizib qo'ygan. Lekin Fransiya loyiq edi o'shanda jahon chempionatiga. Mana o'sha Lewandowski ikkinchi gol. Lewandowski. Qizillarga qarshi ko'klar bo'lyapti-da. Ko'k deganda rang ko'k do'stlar, boshqa tushunmaylar. O'zi qadimda agar biladigan bo'lsanglar, ko'k degan to'g'ri, ko'k rangi tinchlik ramzi bo'lgan. Qizil rangi bayram rangi bo'lgan. Bayram va shunaqa o'yin kulgu rangi bo'lgan. Bilmasanglar aytib qo'yatdim, o'zim ham esimga tushib qoldi. Ana do'stlar, ko'rasizlar, meni videomni ko'rsanglar ham tarix o'rganasizlar. Ham mana o'yinlarni o'rganasizlar. Короче, hamma narsani o'rganasizlar. He's waiting to pull the trigger. His second of the match. Michael Olise. Olise o'zim boqqan mollar. Bassoni kalla qo'y. Yaxshi Bassoni. Lamin Yamal hozirda dalasida menimcha eng zo'r o'yinchi bo'lsa kerak. Chunki ancha yaxshi o'ynayapti hozir dalasida. Yo'q, yutdik menimcha. Nechtadir olmos bersa kerak hozir. 15 ta olmos berdi. International Cup'dik. Yaxshi. Qancha sovrin ko'p yutsak shuncha yaxshi. Hop, nima berdi yana? Mana bunisini ham oldik. Yana 50% deb kuchaytirgich berdi. Transferdan kim kelgan? Carvajal kelgan. Carvajalni ham lekin olib qo'yish kerak edi. Yo'qolib ketish mumkin. Hop, normal o'yinchilar kelmagan transferdan.
Xo'p, do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kanalda yangilar bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa videolar ko'proq chiqaring, izohcha yozib qoldiringlar. O'sha gap men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lganlar. Tepada o'zimni Telegram manzilimni yozib qoldirganman. O'shani copyright vставить qilib turib, Telegramga vstavit qilsanglar, men Telegram chiqadi o'zimniki. Xo'p, bo'lmasa hammaga rahmat. Xayr, sog'